Koreys tilida 40 ta harf mavjud bo'lib, ulardan 21 tasi unli va 19 tasi undoshlardir. Dastlab unli harflardan boshlaymiz. A harfi. Bu alifboni boshlanishi hisoblanadi. Mana shu ko'rib turgan tayoqcha chiziqchasi o'ng tarafga qaragan yozuv bu A harfi hisoblanadi. Xuddi shu A harfidagi o'ng tarafga qaragan chiziqchani ikkita chizadigan bo'lsak, mana bunday holatda Ya harfi hosil bo'ladi. Tayoqchalarga e'tibor bergan holatda A hamda Ya harflarini ajrata olishingiz mumkin. Endi navbatdagi harfimiz bu O harfi. Bu A harfini teskari ko'rinishi, ya'ni teskari holatda yozilishi. Bundagi tayoqcha o'ngga emas, balki chapga qaragan bo'ladi. Ikkalasini adashtirib qo'ymasligingiz kerak. Yana xuddi shu harfdagi tayoqchalarni ikkita yozadigan bo'lsak, Yo harfi hosil bo'ladi. Demak, biz bundan bilib olishimiz mumkinki, unli harflardagi tayoqchalar ikkita yoziladigan bo'lsa, o'sha harfga Y harfi qo'shib o'qiladi. Navbatdagi harf O harfi. Bunda ham tayoqchalarni ikkita yozadigan bo'lsak, Yo harfi hosil bo'ladi. Endi xuddi shu harfni teskari uslubda yozilishi U harfi hisoblanadi. Ushbu U harfiga ham tayoqchalarni ikkita yozadigan bo'lsak, U harfimiz Yu harfi bo'lib yoziladi. Lekin koreys tilini yangi o'rganayotgan o'quvchilar mana shu O hamda U harflarini chalkashtirib yuborishi mumkin. Inshaalloh ularni oldini olish uchun darslar davomida bir necha tavsiyalar berib o'taman. Navbatdagi unli harfimiz Ö harfi hisoblanadi. Bu harf bizning tilimizda yo'qligi uchun rus tilidagi Ü harfini misol qilib olishimiz mumkin. Lekin bu koreys tilidagi Ö harfi rus tiliga nisbatan biroz yengilroq ishlatiladi, ya'ni biroz yumshoqroq. Navbatdagi harfimiz bu I harfi. Ushbu harf tik tayoqcha qilib yoziladi. Buni farqlash juda oson. Talaffuz ham o'zimizning o'zbekchadagi I bo'lib talaffuz qilinadi. Demak, barcha unli harflarni o'rganib chiqdik. Endi ushbu unli harflarni farqini ham tushuntirib o'taman. Unli harflar ikkiga bo'linadi. Ya'ni tik unlilar va yotiq unlilar. Tik unlilarga A, Ya, O, Yo, I harflari kiradi. Ular tik unlilar. Endi yotiq unlilarga O, Yo, U, Yu, Ö harflari yotiq unlilar hisoblanadi. Ularni qay tartibda ishlanishini barcha harflarni o'rganib bo'lganimizdan so'ng birgina misol orqali tushuntirib beraman. Endi navbat undosh harflarga. Dastlabki o'tadigan undosh harfimiz KG harfidir. Ushbu harf tik unli bilan birgalikda mana bu holatda yoziladi. Yotiq unli bilan esa mana bu holatda yoziladi. Ushbu KG harfi so'z boshida K talaffuzga e'tibor bering. K emas, balki K bo'lib o'qiladi. Ikkita unlining o'rtasida esa G bo'lib o'qiladi. Koreys tilining murakkab jihatlari ham mana shulardan biri hisoblanadi. Bunga birgina misol qilib, kogi go'sht so'zini misol qilishimiz mumkin. Bunda e'tibor bering. So'z boshida K, so'z o'rtasida esa, ya'ni ikkita unlining o'rtasida G bo'lib o'qilmoqda. Navbatdagi harf N harfi. Bu har doim N bo'lib o'qiladi. Bunga birgina misol na ben so'zi. TD harfi. Bu harf ham so'z boshida T, ikki unlining o'rtasida esa D bo'lib o'qiladi. Bunga ikkita misol tu koreyscha ikki soni va kudu tufli so'zini misol qilishimiz mumkin. Navbatdagi harfimiz RL harfi. Ushbu harf so'z boshida ham ikki unlining o'rtasida ham R bo'lib o'qiladi. Faqat yopiq bo'g'inda L bo'lib o'qiladi. Bunga misol uri biz so'zi
hamda mul, suv so'zlari shunga misol bo'la oladi. Inshaalloh bu harflarni darslar mobaynida foydalanib mustahkam o'rganib boramiz. Faqatgina harflarni ajrata olishni bilsangiz kifoya qiladi. Navbatdagi undosh harfimiz M harfi. Bu harf ham har qanday holatda M bo'lib o'qiladi. Bunga misol qilib mul, suv so'zini misol qilsak bo'ladi. Yana bir undosh murakkab harflardan biri PB harfidir. Bu harf ham so'z boshida P, ikki unlining o'rtasida esa B bo'lib o'qiladi. Uni yana bir murakkab jihati mavjud. Ushbu PB harfi N harfidan oldin kelsa M bo'lib o'qiladi. Bu asosan grammatik qo'shimchalarga birikkanda shunday bo'ladi. Endi ushbu harfga ham misol keltiramiz. Banana, banan hamda nabi, kapalak so'zlari shu harfga misol bo'la oladi. Endi eng murakkab undosh harflardan biri S, Sh, T harfidir. Bu ham so'z boshida S o'qiladi. I, ya, yo, yo, yu harflaridan oldin kelsa Sh bo'lib o'qiladi. Yopiq bo'g'inli harflarda esa T bo'lib o'qiladi. Agar yopiq bo'g'inli harfdan so'ng I harfi keladigan bo'lsa, bunda ham Sh bo'lib o'qiladi. Misollar bilan tushuntirib o'tganim ma'qul. Dastlab S harfiga so, mol so'zi, Sh harfiga shochi, ko'ylak va T harfiga o't, kiyim. Mana shular yuqoridagi ta'riflarga misollardir. Navbatdagi harfimiz bu N harfidir. Ushbu harf juda oson va esda qolarli harf hisoblanadi, lekin biroz chalg'ituvchi harfdir. Murakkabligi shundan iboratki, bu harf barcha unli harflarga to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Agarda shu N harfi bo'lmasa, unli harflar yakka holatda yozilmaydi. Masalan, mana bu A ko'rib turgan harfi A holatda o'qilishi uchun hamisha yonida N bo'lib turishi kerak bo'ladi. Lekin bu N o'qilmaydi, A bo'lib o'qiladi, ya'ni yonida to'ldiruvchi hisoblanadi. Agarda shu N harfi yopiq bo'g'inda bo'ladigan bo'lsa, N bo'lib o'qiladi. Bunga misol gong, to'p so'zidir. Keyingi harfimiz ham murakkab harf hisoblanadi, ya'ni CJT harfidir. Bu ham so'z boshida Ch, ikki unlining o'rtasida J va yopiq bo'g'inda T bo'lib o'qiladi. Bunga misol cha, choy, aju, juda, ya'ni bu orttirma daraja, natta, past. Bular yuqoridagi ta'riflarga misollardir. Ushbu ekranda ko'rinib turgan harf Ch harfi hisoblanadi. Ya'ni bu oddiy Ch bilan farqi Ch harfini tepasidagi tayoqcha bilan farq qilinadi. Buni talaffuzi esa Ch hamda X harflari qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni Ch va X qo'shilib Ch deb o'qiladi. Bu oddiy Ch bilan ushbu Ch ni talaffuzini o'rtasidagi farq biroz Ch harfida yengilroq, Ch harfida esa biroz bo'rttiribroq ishlatiladi. Buni farqi so'z boshida ham, so'z o'rtasida ham Ch o'qiladi, faqat yopiq bo'g'inda T bo'lib o'qiladi. Bunga misol kiyma, yubka so'zidir. Qolgan undoshlarimiz ham bevosita X harfi birikishi natijasida hosil bo'ladi. Ulardan biri K harfidir. E'tibor bering, bu oddiy K harfidagi tayoqchalar ikkitaligi uchun K, ya'ni KH bo'lib o'qilmoqda. Ya'ni KH tez o'qilganda K deb o'qiladi. Bunga misol kda, katta so'zidir. Navbatdagi harfimiz T harfidir. Bu ham oddiy T harfidagi tayoqchalar ikkitaligi uchun T bo'lib o'qilmoqda. Bunga ham bir misol tomato. Talaffuzga e'tibor bering. T oddiy T emas, balki tomato bo'lib talaffuz qilinmoqda.
Endi navbatdagi harfimiz. Buni eslab qolish juda oson, sababi bu Rim raqamidagi 2 raqamiga juda ham o'xshaydi. Bunga ham misol keltirib o'tamiz. Ya'ni pio. Pio bilet so'zidir. Va nihoyat oxirgi undosh harfimiz H harfidir. Bu harf bizni alifboyimizdagi yumshoq H harfini muqobilidir. Bir narsani eslab qolishingiz kerak. Ushbu H harfi unli harflar orasida deyarli talaffuz qilinmaydi. Har doim ham emas, ba'zi hollarda. Bularni birma-bir tushuntirib o'tamiz inshaalloh darslar davomida. Endi H harfiga ham misollar keltirsak-da, so'ngra ba'zi topshiriqlarni sizlarga havola qilsam. Bunga misol Hori. Hori bel so'zidir. Koreys alifbosi Hangul deb ataladi. Ya'ni mana bu ekraningizda ko'rinib turgan 6 harfdan iborat so'z. Dastlab Han 3 harfdan iborat so'z o'qiladi. Bu qanday o'qiladi? Birinchi chap tarafdagi harf, so'ngra o'ng tarafdagi va pastdagi yopiq bo'g'indagi undosh harf. Mana shu uchalasi Han deb o'qiladi. So'ngra Gil. Bu tepadan pastga o'qiladi. Bu 3 ta harfdan iborat so'z. Natijada Hangul. Hangul so'zi hosil bo'lmoqda. Har doim bir narsani eslab qolishingiz zarur. Chap tarafdan o'ng tarafga o'qiladi harflar va pastda yopiq bo'g'inli harf bo'ladigan bo'lsa, yopiq bo'g'inli harf o'qiladi. Mabodo bo'lmaydigan bo'lsa, navbatda keyingi harflar ham mana shu chapdan o'ngga qarab o'qiladi. Hech qachon o'ngdan chapga yoki pastdan tepaga bo'lib o'qilmaydi. Mana shuni diqqat bilan eslab qolishingiz kerak. Endi topshiriqlar bilan tanishib olsak, demak, birinchi topshiriq. O'tilgan har bitta harfni xuddi maktabda bajarganimiz kabi husnixat ko'rinishida 5 yoki 6 qatordan yozib chiqing. Yuqoridagi barcha harflarni kamida 5 daqiqadan talaffuz bilan takrorlab chiqing.